Assalomu alaykum akalar, tuzingmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Akalar, mana 60 karchopkamiz, 60 agat, jatkalik. Bu karchopkamiz gidromotor orqali ishlaydi. Mana shu holatda. Yasalgan. Ular moslaganmiz. Palaklar bir-biriga o'tib ketganini qirqib o'ziga joy ochish uchun palak rasm o'tib ketgan yerlarni boshqa karchopkalar ololmaydi. Bu karchopkamiz oladi shuni. Bu 60 ishlik karchopkamiz. Va traktorimizga mana bu yerda pritsepni yasalyapti. 76 ga bu. Mana pritsepnilar tayinlanyapti bu. Baquvvat qilib. Vaqda mana yana 76 karchopkalarimiz, legirovkali. Bu karchopkamiz ham 60. Bu ham bityapti. Bunimiz ham shu ko'chadagidaqa narigindan kraska qilingan. Ikkovi bir xil. 60 karchopka bu. Vaqda ham 60 karchopkamiz bor. Bu ham sezonda ishlagan, hammasi 2 sezonlab ishlagan karchopkalar. Ular 76lar bir yil tayinlandi. O'rishiga garantiya. Ichkarida ham bityapti yana. Mana ichkaridagi karchopkalarimiz. Bitish jarayonlari bular. Mana shunga qo'yiladigan materiallar. Qalin, yuqa deydigan akalar bor. Mana qalinliklari. Va bu pichog'i mana. Kesadigan pichoq, moshti. Kesadigan pichoq. Mana o'tkirligi. Mana qilib frezalarda chaqlatilyapti bu pichoqlar. Bitta karchopkaga 4 ta pichoq ketadi mana. 4 ta pichoq. Ichkariga 2 ta, tashqariga 2 ta. Mana chaqlanadi bu. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. 10 ta karchopkamiz, 6 tasi bitdi, 4 tasi bityapti yana. Mana shunaqa risollardan tayinlanadi mana. Bemalol aloqaga chiqib xarid qilishlari mumkin. O'rishiga 100% garantiya. 4 yil 5 yildan beri ishlatamiz bu narsalarni biz. Mosh, fasol uraveradi bu. Konkret. Bu 60 mana kraskalik qilingan karchopka. Bu karchopkamiz, ko'chadagi karchopkalarimiz. Mana bu karchopka 60 tiki bu ham. Bu ham boshqacha stilda yasalgan. Bular 18 million bo'lishi. Ha bu 76larimiz mana o'zlaring materiallarni ko'rib turibsizlar. Ikkitadan 4 ta qo'l tushgan. Bularimiz 22 million oxiri. Bu dangasa g'ildiraylar bor buni. Unaqa tirab bir baloq yurish shart emas. Tashab qo'ysalaring bo'ldi. Uraveradi bu. Pichoqni birday ushab yuradi. Aloqaga chiqaverasizlar.